aholining madaniyat va san'atga qiziqishini oshirish, yoshlarda ijodga mehr uyg'otish uchun san'atkor va muxlis o'rtasida jonli muloqotni kuchaytirishimiz zarur. Har yili 500 ming o'qituvchi, shifokor, davlat xizmatchisi, faol o'quvchi va talabalarga, 100 ming ehtiyojmand oila va nogironligi bor bolalarga kinoga, teatrga va konsertga bepul voucher taqdim etiladi. Qo'chqorov, Allayarov, Nazarbekov 1-oktyabrdan bunday voucherlarni berishni yo'lga qo'ysin. Bundan tashqari, 1-yildan har bir tuman va mahallada konsert, tomosha o'tkazish xarajatini 20% gacha qismi byudjetdan qoplab beriladi. Shuningdek, konsert, tomosha, xususiy teatr, kinematografiya, bolalar kontenti faoliyati bilan shug'ullanuvchilar, madaniyat, san'at yo'nalishidagi xususiy ta'lim tashkilotlari qo'shilgan qiymat, foyda, aylanma, yer, mulk, daromad solig'idan ozod etiladi.